Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanalimiz muxlislari. Bir yaxshi natijani aytmoqchi edim. Ya'ni bugungi aytmoqchi bo'lgan narsam nima to'g'risida? Qabziyat masalasida. Bizada mana shu vidgrasni olib ketganlar yoki uyda o'stirayotganlar bir nechta odammi, ya'ni men so'ragan edim, menga bir natijasini aytib turinglar dedim. Shu ko'pchiligi aytyaptiki, bir xillari shu bitta kurs ichganning o'zida, bir xillari 3 kurs mana shunaqa vidgras ichgandan keyin o'sha necha yillik qabziyat masalasi ancha yaxshilanganini, shu qiynalishlar kamayganini shunaqa deyishdi. Ayniqsa bitta bir obunachimiz o'sha bizadan vidgras olib ketib ichayotgan ayol, ularda nima ekan, shu necha yildan beri qabziyat bor ekan, juda qiynalib hojatga borar ekanlar. Va shuni ketida o'sha to'g'ri ichak treshina deydi, yorig'i paydo bo'lgan va uni operatsiya ham qildirganlar, lekin operatsiyadan keyin yana bir ma'lum bir vaqtdan keyin shu narsa yana qaytalangan. Har bitta hojatga borish bu azob, bir qo'rqinch bilan demak davom etgan. Endi shu odam hozir aytyaptilar, mana 3 kurs ichganimdan keyin mana shu vidgrasdan hozir uje ancha haligi qo'rqmasdan hojatga borib, ichlari yaxshi ravon kelib, nima deydi, haligi bir xursandlarda ish qilib, xursandlar va ular shu xursandchilikni yana nima qilibdilarki, bittadan emas, ertalab birato'la ikkitasini ichayotgan ekanlar. O'zi normada o'zi bitta ham yetadi o'zi-yu, lekin maksimal doza bir kunda 60 millilitrgacha mumkin. Bu yerda 25 millilitr. Shunaqa qilib ichayotgan ekanlar. Endi ancha yildan beri bunaqa yengillashmagan edim, xursand bo'lib shunaqa deyaptilar. Endi buni asosiy sababi men o'ylashimcha, hop, bu vidgrasni o'zi mana misol uchun o't qopida dimlanishi bor insonlarda ko'p anaqa qabziyat o't qopida dimlanishi bor insonlarda ko'p uchraydi. O't qopida o't dimlanib qolsa, o't ichakka yaxshi ajralmaydi-da, demak o'sha luqma ichi bo'ylab yaxshi yurmay qoladi-da, qabziyatga olib keladi. Bu vidgrasni ichganda o'sha o't qopi nima deydi, aktivlashadi. Ko'proq spazm bo'lib, ichakka ko'proq suyuqlik ajratadi hamda buni vitaminlarga boy bo'lgani uchun o'sha ma'lum bir ichaklarning ichida mayda-mayda yaralar yoki mana shunaqa bir yallig'lanishlar bo'lgan joylarni davolash xususiyatiga ega. Tim bo'li haligi aytayotgan ayolda o'sha ichak yorig'i, ya'ni katta treshina bori, shu narsa ham bitib ketibdi. Shuni hisobiga mana hojatga yengil boryapman deb shunaqa dedilar. Mana shunaqa yengillik. Faqat bitta narsaga ehtiyot bo'lish kerak. O't qopida toshi borlarga bu narsa mumkin emas. Chunki o't qopida ichida tosh bo'lsa, hali o't qopi siqilsa, mana buni ichgandan keyin albatta o't qopi bundoq siqilib, ichakka o't haydaydi. O'shanda ichida tosh bo'lsa, o'tni yo'liga tiqilib qolishi mumkin. O'shaning uchun o't qopida toshlarga buni ichish mumkin emas. Qabziyatga lekin yaxshi ekan. Mana bir nechta odamni demak o'zini o'zim eshitib, shunga amin bo'lib ayta olyapman. Sog' bo'linglar.